Erkakning yelkasiga ortilgan jasad kimniki edi? 20 yoshli yigitning hayotiga o'z qarindoshi nuqta qo'ydimi? Badanning turli sohalariga bir necha marotaba urib, qasddan tan jarohati yetkazgan. Toshkent viloyatida ustachilik bilan shug'ullanib yurgan yigit kaltaklanishi oqibatida vafot etdi. Bu ish uning qarindoshi tomonidan sodir etildi. Ana sifatida aytaman, oliy jazo berilsin o'g'lim qotillarga. Xabarni eshitgandan keyin naqlay vaziyatga tushib qoldik. Yurak bag'rim ado qildi bu dard istam. Hech ishongim kelmas, hanuz qilar alam. Ko'z yoshiga cho'kdim balam. Turmush o'rtog'im 2-guruh nogironligi bo'lganligi uchun shu sababdan o'g'limni ishga yuborgan edim. Sizni qarindoshlaringiz bo'lishgan bular sudlanuvchi tomonidan. Ha, ishonib yuborib edik. O'g'limni urib o'ldirishdi. Ish hujjatlariga ko'ra sudlanuvchi jiyaniga ish vaqtida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun dakki berish maqsadida unga qo'l ko'tarib kaltaklaydi. Oqibatda esa 20 yoshli yigit voqea joyida vafot etadi. 3 kundan keyin shunday bo'ldi deb xabar kelib turibdi. Nima deb xabar berishdi? Otasini o'zi kelib turibdi, mening bolalarim o'ltirib qo'yibdi balangni deb aytib keldi o'zining nesi bilan. Endi burada bunday deb turibdi. Bo'yni amay turibdi bu kishi. Biz bugun Toshkent viloyatidagi aynan mana shu jinoyat ishlari bo'yicha Qibray tuman sudiga yetib keldik. O'z qarindoshining hayotiga nuqta qo'ygan erkakka nisbatan sud hukmi e'lon qilinadi. Sudlanuvchi tomonidan 2025-yil 19-avgust kuni qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan vaqtida o'zi bilan birga ishlab kelayotgan shogirdi bilan o'rtalarida kelib chiqqan o'zaro janjal natijasida unga qasddan badaniga og'ir shikast yetkazish maqsadida yog'och jism bilan fuqaro Erkaboyevning bosh, ko'krak, qorin, to'sh sohalariga, chap tomon qovurg'a qismlariga hamda qo'llari bilan badanning turli sohalariga bir necha marotaba urib, qasddan tan jarohati yetkazgan. Natijada Erkaboyev olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etganligi aniqlangan. Ana sifatida aytaman, oliy jazo berilsin benim o'g'lim qotillarga. Ular avvalo bu yoqda urib yurgan, uni aytmay turibdi bular. Videoda ko'ringan o'g'lingizni yelkalariga ortib olib tashqariga olib chiqib ketishgan. Shu ikkalasi shu nida ko'rinib turibdi-ku, ikkalasi etganda bu ishni urib o'ltirgan ikkalasi. Sud hukmi chiqquncha qanaqadir moddiy yordam bo'ldimi bu tomondan, sudlanuvchi tomonidan? Yo'q, hech unga kelgan ham yo'q. Sudlanuvchining aybi tergov jarayonida o'z aybiga iqrorlik bildirmasdan ko'rsatib bergan bo'lsa-da, uning aybi ish hujjatlaridagi ko'zdan kechirish bayonnomasi hamda ekspertiza xulosalari hamda sud ishtirokchilarini ko'rsatmalari bilan o'z tasdig'ini topgan deb hisoblayman va suddan sudlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo tayinlashni so'raymiz. Sud majlisida sudlanuvchi va uning yaqinlariga ham savollar bilan murojaat qildik, ammo ular savollarimizga javob berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi bilan 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tattirilsin. Jazoni o'tash muddati 2025-yil 19-avgustdan boshlab hisoblansin. Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Sudlanuvchidan jabrlanuvchining qonuniy vakili foydasiga 30 million ming so'm moddiy zarar undirilsin. Menda savollar bor-da, shu bolamni ikkalasi olib ketib boryapti-da, shunga nimaga bittasini netib turibdi-da, ikkalasi o'ltirganda birisi javobgarlikka tortilmay turibdi-da. Toshkent viloyati sudiga apellyatsiya bermoqchiman, ikkalasi ham bo'lganda u yerda. Jahlingiz chiqqanida hech qachon qo'lingizga erk bermang. Oqibati nimalarga olib kelishini mana hozir o'zingiz ko'rdingiz. Biz shu o'rinda kichik farzandini yo'qotgan marhumning ota-onasiga hamda uning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.